Assalomu alaykum hurmatli Pakapak muxlislari, siz bilan yana men Umid G'afurov va anchadan beri biz Meizu kompaniyasining smartfonlari haqida hech narsa sizga aytmagandik va bugun shuni to'g'rilaymiz. Demak, bizning mehmonimiz Meizu Note 9 smartfoni. Odatdagi kabi telefonning tashqi ko'rinishiga e'tibor qaratsak, telefon dizayn jihatdan chiroyli. Buni tan olish kerak, lekin qaysidir jihati menga iPhone eslatib turibdi. Bilmadim, rangi oq ko'rib turibsiz. Yoki mana bu atrofidagi alyuminiyga o'xshatilgan ramkasi. Chunki bu alyuminiy emas, bu plastik, bu ham plastik va faqatgina old tomoni shisha. Biz o'rganib qolgan barcha tugmalar bu yerda bor. Ikkita mikrofon, USB Type-C, meni xursand qiladigan, doim xursand qiladigan mini jack, ikkita sim karta uchun joy, faqatgina ikkita sim karta, afsuski flash karta uchun joy yo'q. Orqa tomonida ikkitali kamera, ikkita chaqmoq, biri sovuqroq ranglarda, biri iliqroq ranglarda chaqmoq, o'rtasida esa barmoq izi skaneri bor. Lekin barmoq izi skaneri hajm jihatdan negadir juda ham kichik. Eng kichik barmoq bilan bosalladiganga o'xshaydi, lekin ishlash jihatdan hech qanday muammo tug'dirmayapti. Old tomonida mana endi hoshiyasiz deyish o'rinli emas, chunki yon tomonlari mayin bo'lsa ham pastki qismi qalinroq hoshiya, tepa qismida ham sal qalinroq hoshiya va hamda mana bu tomchisimon kamera uchun joy ajratilgan. Bu yerda 20 megapiksellik kamera bor. Suratga olish sifati haqida keyinroq to'xtalamiz. Telefon o'lchamlari jihatdan juda ham katta emas. Mana 6.3 dyuymdagi ekran hamda uning hoshiyalari uncha katta emas. Xullas, cho'ntagingizda yaxshi turadi. Mana o'zingiz ham ko'ring. Va mana cho'ntakdan olinganda hech qanday bir muammosiz olib ishlatish mumkin. Telefonda gaplashish ham qo'lda muammo tug'dirmaydi, og'irligi ham 186 gram deb yozilgan. Dizayn jihatdan menga telefon yoqdi. Ammo bu telefonning kamchiliklari bor albatta. Birinchi navbatda ekran IPS bo'lganligi, ikkinchi navbatda bu uning plastikdan qilinganligi. Demak, arzon turdagi smartfonlarga o'xshab, lekin ko'rinishi jihatdan hamda narxi jihatdan arzon smartfonga o'xshamayapti. Endi telefonning ichki ko'rsatkichlariga kelsak, bu smartfon 4 yoki 6 GB operativ xotira hamda 64 yoki 128 GB doimiy xotira bilan kelishi mumkin. Mendagi smartfon 4 ga 128. Menimcha 64 GB bu smartfon uchun, umuman smartfonlar uchun hozir kamlik qiladi. O'rganib qolganmiz kattaroq hajmdagi xotiralarga, lekin bu smartfonda 128 GB li versiyasi ham bor. Aynan menda 128 GB li versiya. Menimcha aynan shunisini olish ma'qulroq. Chunki 64 GB kamroq. Qolaversa bu smartfonda flash karta uchun joy yo'q. Shuning uchun o'zingiz tanlang. Sizga 64 GB yetsa agar, albatta bu yaxshi. Hozir 128 GB kamlik qiladigan odamlar ham bor. Umuman olganda operativ xotira hamda doimiy xotira haqida gapirish hozir kulgili tuyuladi, chunki bir necha yil oldin 128 megabaytli flashkalar bor edi hamda bu smartfonlarga o'rnatiladigan hozir doimiy xotiralar, operativ xotiralar juda ham hayratlanarli va notebook yoki kompyuterlar bilan taqqoslanadigan darajada. Smartfonda orqasida ikkita kamera o'rnatilgan, bittasi 48, bittasi 5 megapiksellik kameralar hamda old tomonida 20 megapiksellik kamera o'rnatilgan. Mana sifat jihatdan hozir o'zingiz ko'rasiz. Demak, foto va video test. Demak, old kamerasiga bo'lgan video eng yuqori sozlamalarda avto rejim. Ko'ringiz, yugurib ko'rishimiz ham mumkin.
Mening nazarimda uncha yomon emas. Orqa kamerasiga bo'lgan video. Avtofokus tezligini ham ko'ramiz. Juda ham yaxshi menimcha. Qolaversa, kamerada zoom bor. Mana 2 martalik zoom. Va stabilizatsiya sifatini ham ko'ramiz. Xullas, rasmlarni ham, videolarni ham o'zingiz ko'rdingiz, baho berish sizdan albatta. Menimcha yomon emas. Albatta bundan yaxshiroq smartfonlarni biz ko'rganmiz, lekin bu smartfonlar ancha qimmatroq turadi. Nazarimda o'z narxiga arziydigan foto va video imkoniyatlar. Ko'pchilikni smartfonning batareykasi qiziqtiradi. Meizu Note 9 da 4000 mAh batareyka o'rnatilgan. Ishlashi jihatdan yomon emas, 2 kunga yetkazsa bo'ladi agar tejabroq ishlatsangiz, lekin agar o'yin o'ynayman, ko'proq internetda o'tiraman desangiz, 1 kunga to'liq yetishi mumkin. Smartfonda albatta Face ID imkoniyati bor. Demak, yuzingizni eslab qoladi hamda smartfonni tugmasini bosganingizda smartfon blokirovkasidan ochiladi. Buning uchun hech qanday Touch ID shart emas. Ishlash jihatdan yomon emas, lekin turli xil burchaklar ostida ishlamay qolishi mumkin. Chunki bu funksiya ishlashi uchun ko'zingiz bilan shu kameraga qarashingiz kerak bo'ladi. Touch ID, ya'ni barmoq izi skaneri ishlash jihatdan yomon emas. Mana tez ishlayapti, ko'rishingiz mumkin. 10 tadan 9 tasi xatosiz ochiladi, ba'zi payt ochilmay qolishi mumkin, lekin buning sababi skaner sifatida emas, uning hajmida, chunki bu skaner juda ham kichkina. Endi umumiy xulosalarimni aytsam, dizayn jihatdan smartfon juda ham chiroyli, lekin qurilish sifati jihatdan uncha yaxshi emas, chunki plastik, ikki yon tomoni ham plastik, bu uncha yaxshi emas. Kameralari sifati yaxshi-yu, lekin bundan ham yaxshiroq bo'lsa bo'lardi. Endi albatta bu narxdagi smartfon uchun bu kameralar ham yaxshi. Endi smartfonning ishlashi umuman yaxshi-yu, lekin menga Meizuning obolochkasi, ya'ni Flame OS uncha yoqmaydi. Endi bu mening albatta shaxsiy fikrim. Va qolaversa, eng asosiysi bu smartfonning narxi. Bu arzon turdagi smartfonlar toifasiga kiradi, lekin narxi 2 million so'm, 64 ga 4 GB versiyasi uchun va menimcha bu salgina qimmatroq, chunki buning to'g'ridan-to'g'ri raqibi bor. Bu ham bo'lsa Redmi Note 7. Bu smartfon haqida biz ilgari video olgandik. Silkasini pastda topishingiz mumkin. Tanlash albatta sizdan, qaysi birini tanlardingiz? Redmi Note 7 mi yoki Meizu Note 9 mi? Shaxsan men Redmi ni tanlardim, chunki Redmi kamida arzonroq smartfon va uning orqa tomoni shishadan qilingan. Va albatta turli xil ustunliklari bor. Bu smartfonning Redmi Note dan ustunligi shundaki, bunda Snapdragon 675 o'rnatilgan. Redmi Note 7 da esa Snapdragon 660. Shuning uchun sizga kuchliroq smartfon kerak bo'lsa, Meizu Note 9. Va shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz hamkorlarimiz Radius Mobile do'koniga katta rahmat aytishimiz kerak, chunki bu smartfonni bizga taqdim qilganlari uchun hamda ularning do'konlarida turli xil smartfonlar, gadjetlar, notebooklar, televizorlar xarid qilishingiz mumkin. Ularning katalogi mana bu yerda joylashtirilgan. Bizning videomiz sizga yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Undan tashqari Telegram hamda Instagram kanallarimizga obuna bo'ling, chunki u yerda yangiliklarni tez yuklab turamiz. Hamda videomiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha, paka-paka.